Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilari. Yangi Andijon mebel markaziga yangi vitrina ishimizni joylashtirganmiz. Sizlar bilan birgalikda obzorni qilamiz. Hop, razmerlarga keladigan bo'lsak, 2,5 metrga 4,5 metr bo'lgan, bo'ylariga 280 bo'lgan. Burchakdan ham boshlaydigan bo'lsa, bu yerda holdingimizga joy tashlaganmiz. Shu holdinglik. Mikrovolnovka, duxovka bu yerlarda mana katta narsalarni solish uchun moslashtirganmiz. Bu yerlarda ochiq polka bo'lgan, sun'iy narsalarni qo'ygan. Bu yerda seflarimiz ham bor, skryty. Polkalari ham, ichlari ham, chuqurligi ham 50 bo'lgan. Polni po'g'o kronka ishlatganmiz. Mexanizmlari ham GTV dan qo'yilgan. O'zi qo'yib yuborsangiz yopilaradi vakuum. Bu yerda mana vichkamiz bor. Vichkani ikkala chetiga kalyonli oynadan ishlab ketilgan. Polkalari ham oynadan ishlangan. Bu yerda sushilkani joylashtirganmiz. Sushilka ham mexanizmli, o'zi qo'yib yuborsangiz keyin avtomatik tushadi. Bu ishimizni haytiy variantda qilib ishlaganmiz. Taylerlarga keladigan bo'lsa, taylari polni tortmadan iborat bo'lgan. Burchak ko'rinishi, burchakda ham chuqur qilib ishlangan, keng holatda bo'lgan. Tortmalari ham ikkitadan bo'lgan. Mexanizm, tandiy mexanizm. Taylar ham laminat qilib ishlangan. Bu yerda mo'kaniga moslashtirib ketganmiz, kanalizasiya sifoniga joy tashlangan bu yerda. Bu yerda mana kalyonli oynamizni joylashtirganmiz. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qolasiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki usunovka xizmatlari bor.